Ham taktika videolar chiqarmayotgandim, lekin kommentariyadan shuni ko'rib turibmanki, sizlar meni unutmabsizlar va men ham sizlarni unutmagan holatda bugun sizlarga TDMda kerak bo'ladigan top 3 ta taktikani o'rgataman. Bu narsalar oddiy taktika emas, balki haqiqiy topoviy TDM turnirlarda ham ishlatadigan bo'lsangiz, rezultatini albatta o'zingiz ko'rasiz. Mehnatimni qadrlagan holatda bitta like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bu men uchun keyingi videolarga motivatsiya, sizlar uchun foydali kontentga investitsiya bo'lardi. Xayr, qancha tezroq 100 mingta bo'lib, YouTube'da o'sha knopkasini olish oldimga qo'ygan maqsadlarimdan bittasi. Va albatta ishonamanki, sizlar menga bu yo'lda yordam berasizlar. Shuning uchun hozir podpiskani bosib qo'ying. Biz bo'lsa videoga o'tamiz. Ushbu vaziyatda chiqqanimdan hech qanaqa foyda yo'q, chunki shot menda. Undan ko'ra o'zimga yaxshi bo'lgan pozitsiyani olib, uni xato qilishini kutishim kerak. Hozirgi vaziyatda men uchun eng qulay pozitsiya bu aynan mana shu joy, chunki boshim ham ko'rinmaydi, tanam ham ko'rinmaydi va u konteynerda orqasida deb o'ylab turgan paytda bemalol u o'ylamagan tomondan chiqishi mumkin bo'ladi. Ikkinchi fishkamiz aynan mana shu joyda bo'ladi, chunki juda ham ko'p foiz TDMerlar aynan shu joyda faqatgina bir xil xuddi qilishadi. Agar biz soperligimizdan shot olishni xohlasak, u kutmagan joydan chiqishimiz kerak. Hozirgi vaziyatda bo'lsa, orqamizdagi korobka ideal pozitsiya. Stop, orqaga qaytamiz. Hamma narsani fakt bilan keltirishni yaxshi ko'raman. Ko'rishimiz mumkin, soperligimiz bizni korobkaning ustidan chiqishimizdan umuman xabari yo'q. Bu narsani otib turgan o'qlarning trayektoriyasini bilsa bo'ladi. Mana endi eng muhim taktika. Bu taktikadan keyin protivnikingiz miyasi 100% перезагрузка berib yuboradi. Soperligim tepadan tushdi, u yoki meni push qilishi mumkin yoki chap tomonga o'tib ketishi mumkin, lekin men o'zimga qulay bo'lgan pozitsiyaga o'tib ketib olishim kerak. Demak, u ikkinchi yo'lni tanladi va aynan shu qarori bilan u bizni qopqonimizga o'z oyoqlari bilan tushib berdi. Mana endi eng kulminatsion joyiga ham yetib keldik. Bu operatsiyani amalga oshirishimiz uchun biz ideal taymingni ushlab olishimiz kerak. Menimcha soperligimiz o'qlayib turgan vaqt bu eng ideal vaqt deb o'ylayman. Videoda ko'rsatilgan joyga 2 marta sakraymiz va soperligimizning miyasiga перезагрузка beramiz. O'zingizlar ko'rishinglar mumkin, soperligimiz hattoki qayerdan o'lganligi haqida informatsiyani ham olgani yo'q. Agar sizlar ham qanaqadir vaziyatda qiynalsanglar, bemalol kommentariyaga yozishinglar mumkin. Keyingi video shu haqda chiqadi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz.